22-24 aprel kunlari Qozog'iston Respublikasining Ostona shahrida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan mintaqaviy ekologik sammit bu Markaziy Osiyo uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan nufuzli platforma sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tashabbusning Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida ilgari surilgan hamda keyinchalik Birlashgan Millatlar Tashkilotining rezolyutsiyasi bilan mustahkamlangani ham xalqaro miqyosdagi dolzarbligi, siyosiy qo'llab-quvvatlanishini yaqqol tasdiqlaydi. Avvalo, bu tashabbus Markaziy Osiyo davlatlarining iqlim o'zgarishi, suv resurslari tanqisligi, cho'llanish, bioxilma-xillikni saqlash kabi umumiy muammolarga nisbatan muvofiqlashtirilgan yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ekologik tahdidlar milliy chegaralarni tan olmaydi. Shu bois mintaqaviy hamjihatlikni mustahkamlash barqaror rivojlanishning asosiy sharti hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan hurmatli prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan qator muhim tashabbuslar ushbu sammit mazmun mohiyati bilan uzviy bog'langanligi, uyg'unligini kasb etadi. Xususan, Orolbo'yi hududini ekologik innovatsion va texnologik zonaga aylantirish tashabbusi xalqaro hamjamiyat tomonidan keng qo'llab-quvvatlanib, bugungi kunda global ahamiyatga ega loyihalardan biriga aylandi. Shuningdek, davlat rahbari tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan Markaziy Osiyoda yashil taraqqiyot konsepsiyasini ilgari surish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekotizimlarni tiklash bo'yicha bildirilgan tashabbuslari ham mazkur sammit kun tartibi bilan bevosita hamohang ekanligini ko'ryapmiz. Ikkinchidan, sammitning Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida o'tkazilishi, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti, Birlashgan Millatlar taraqqiyot dasturi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit dasturi, Jahon meteorologiya tashkiloti kabi nufuzli tashkilotlarning tuzilmalarining ishtirok etishi qabul qilinadigan qarorlarning amaliy va institutsional ahamiyatiga ega bo'lishini ta'minlaydi.